Salom do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Bugungi videorolikda Instagramdagi qiziqarli videoroliklarga reaksiya qilamiz. 18 ga kirmasdan ishlaganlar ahmoq emas. Ular prosta hayotda past balandini 25-yil ham tugadi. 2050-yil endi 2000-yildan ham yaqinroq. 2019-yilda tug'ilgan bolalar allaqachon maktabga borishyapti. 91-yillar esa 15 yildan keyin 50 yoshga to'ladi. Ammo xayolimizda hamon 2020-yillar. Go'yo hammasi kecha bo'lgandek. Holbuki pandemiyadan beri 6 yil o'tdi. Siz ham buni his qilyapsizmi? Go'yo hamma Hurmatli internet mijozlari, barchang Bro! 31 dekabr. Nima qilyapsiz? 25-yilni qilaman, uni qilaman, buni qilaman, qolib ketdi hamma narsa. 26. Bro! Oxirgi shans. Oxirgi shans. Bu joyizga tiqvormang buni ham. Darbimanni o'zini ustida ishlash kerak odam. Bo'lmasam borgan sari yoshi o'tib boryapti. Borgan sari bro. İçinga yutaverma mujik, yutma. Bu hayotni, ishlarni, bu hayotni, dardlarni, yuklarni yutma. Yo insult qiladi, yo infarkt qiladi, yo sahr qiladi, yoki siz aytganda impotent qiladi. Ana o'sha vaqtda hech kimga kerak emas bo'lib qolasan. Eng qizig'i o'zingga ham kerak emas. Muddatdan oldin yashaging kelmay qoladi. Tabiatingga mos ish qil, yutma. Birovga dardingni to'kib solma, yuzingga soladi. Baqir, chaqir, chiqas, sus, futbol o'yna, boks qil, tosh ko'tar. Faqat ichingga yutma. Sen hali keraksan o'zingga, boshiga borib turishi kerak bo'lgan insonlaringga, boshiga. Uni o'zi biladi mas'uliyatdan. Ana o'sha mas'uliyatlar uchun ko'pchilik erkaklar ichiga yutmasligini tilardim. Juda ko'p yigitlar ichiga yutyapti. Dashmash hamma o'tirganimizda ichimizga yutyapmiz. Men ham o'ylardim, okey, xudo xolasa 100 ming topsam hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Keyin 200 ming topsam zo'r bo'lib ketsa kerak. O'ylab qarasam 500 ham zo'r bo'lmas ekan, demak milliondan undan ham battar bo'ladi. İçinga yutaverma mujik. Man degan odamingiz ham, men oldingda man degan odamingiz ham bor. Bir kun borib bitta uradi slabiy tarafingizga. Chunki u insoningiz biladi, hamma dardni u inson biladi. Don't let me leave, man. Albert Einstein shunaqa degan edi. Aqlli bo'lishning bitta yomon tarafi bor. Bu nodon insonlar tomonidan ahmoqqa chiqarilishingdir. Bo'lganmi shunaqasi? Men Mahmud dedim. Keyin seni uchratdim, seni yaxshi ko'rishni boshladim. Nimaga? Albatta yaxshi ko'rdim. Ishondimki, bam 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 bam. Hozir Mahmudda. O'lgan insonlar Mahmudda. Men bu yo'daman. Mash dedim men. Xuddi mana shu pozitsiyada edim. Hayotda shu pozitsiyada edim. Men Mahmud dedim. Keyin seni uchratdim. Bir o'zim yashayveraman. Kuylayveraman bir o'zim. Bir o'zim ovqatlanaman. Bir o'zim kuzni tomosha qilaman. Bir o'zim kuz tortiq qilgan she'rlarni yuragimdan to'kaman qog'ozga. Bir o'zim deb nola qilaman. Kuchim yetmaganda bu olamga. Bilasizmi nima? Siz o'z maqsadlaringizga erishish yo'lida ko'plab insonlarni yo'qotasiz. Shuning uchun ham Bugatti'da 2 ta joy bor, avtobusda esa 30 ta. Bilasizmi nima? Siz o'z Dardi ko'p odamlarni qanaqa qilib ajratib olish mumkin bilasizmi? Bu haqida Dostoyevskiy shunaqa dedi. Insonlarni yuziga yaxshilab boqing. Kulgisi go'zal bo'lgan insonni dardi ko'p bo'ladi. Dardi ko'p odamlarni qanaqa Bilasizlarmi eng kayf hissiyot nima?
sizni azoblagan insonni basharasiga keyinchalik qarashdi, hech nima his qilmaslik, hech qanaqa Mamatdan ziz etgan narsa o'tmaslik, hech qanaqa hissiyot bo'lmaslik. Bilasizlarmi, eng kayf Meni tark etganlarning barchasiga bir gapim bor. O'z vaqtida ketganingiz uchun rahmat. Спустя все это время ты все еще пахнешь. PlayStation'ga boraylik. Yo cho'chiyapsan. 5 yil o'lga bashara yorvoraman. 2 yil o'lga ketgansan. Davay boraylik. Bura boraylik. Qushlar ichimda. Yo'qchilik, qarzlar va boshqa muammolar sindirmagan yigitni bir ojiza deganing ayol kelib parcha-parcha qilib tashlaganini ko'rganingda ayrilganingdan keyin afsuslanasan. Hozir sen bilan yuribdi, senga do'stlik bergan, birgasan, oldidasan, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q. Har doim sen uchun vaqti bor, har doim senga e'tibor beradi. Garchi sen e'tibor bermasang ham, lekin bilib qo'y. Hayotda bitta eng yaxshi o'rtog'im bor. Yaqin do'stim. G'am tashvishli payt, любой payt yonimda bo'ladigan bu men. Bugun sizga hech kim aytmagan, lekin siz juda ham eshitish xoligan so'z yozib keting. Men o'qiyman. Qarang birodar, juda ham oddiy. Har doim oson yo'lni qidiring. Komfort. Go'yo hayotda orqada qolib ketyapman. Bu meni do'stlarim. Kimdir uylandi, kimdir mashina oldi, kimdir katta kompaniyalar bilan ishlayapti va ularga chekkadan qaraganimda qo'rqishni boshlayman. Xuddi ularni tempiga yeta olmay, kurugda eng lo'xa bo'lib qolib ketyapman. Aytishadi-ku, menga do'stlaring kimligini aytsang, men senga kimligini aytaman. Men o'zim kimman? Bilmadim. Stop. O'zi hamma bilan bir xil yashash kerak deb kim aytdi? Qaysidir do'stim uylandi. Zo'r. Men oilamni Toshkentga ko'chirib olib keldim. Qaysidir do'stim mashina oldi. Xursandman. Men u muddatda bir nechta davlatlarga sayohat qildim. Qaysidir do'stim katta kompaniyalar bilan ishlaydi. Men ofisdagi ishdan ketib, erkin grafikda, freelansda ishlashni boshladim. Balkim puliga urib, oq bilan qorani ajratib, shaytonga povotini bermay, nafsiga qul bo'lmasdan Парадочный, аккуратный. Это был, наверное, самый для меня худший. Bu hayotda kulib turadigan ko'zlar mahzun bo'lib qoladi. Kulmay qo'yadi. Yonib turadi. Kontr o'ynashga yo'q, klublarga yo'q, bolalar bilan o'tirishga yo'q, tug'ilgan kunlar yo'q, oila bilan ko'proq vaqt o'tkazish yo'q, ichkili chakish, makish yo'q. Bolalar, agar bitta sohada vash yorvoraman deydigan bo'lsanglar yoki o'qishda qaysidir fandan nomer 1 bo'laman desanglar, qaysidir yo'nalishda topoviy birinchi o'ringa chiqaman deydigan bo'lsanglar, juda ko'p narsadan kechish kerak va yolg'iz bo'lasizlar. Bilib qo'yinglar, yolg'izlik hissiyoti qamrab oladi, mana shu dunyoyingizni qamrab oladi. Juda ko'p narsadan kechib tashlashingiz kerak. Lekin rezultat dahshat bo'ladi. Ani miyaga sig'dira olmaydigan darajada zo'r rezultat topasiz va katta daromadingiz ham bo'ladi. Lekin mana shu narsalardan kechishingiz kerak. 20 yoshga maslahatim. Kapitalizm. Oyi, dada, menda o'xshadi. Ishdan bo'shasanglar ham bo'ladi. Oyi, bu sizga ichi to'la pul. Dada, siz orzu qilgan moshin. Shu kun kelishiga ishonardim.